Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'lig'ini yaxshimi? Mana bugun Malika xolani videosini qo'yishni boshlayapman. Hurmatli aziz obunachilar, bu Malika xolamiz skuterlari. Mana shu yerda oldin tirikchilik qilib kreditga olgan ekan. Bozor o'chab narsalarni olib chiqib, mana shu yerda jivachka, u bu narsalarni sotib, ko'cha yopib sotardi ekan. Buni kreditga olgan, kreditlarini hozirgi paytda yopilgan, xudo xolasa pulni yopib berganmiz. Mana uylari, xudo xolasa mana shunaqa chiroyli qilib mana uylari bo'lgan. Kecha chiroyli to'yga o'xshagan narsa bo'ldi. Vohidjon aka kelingchi. Va Vohidjon akam o'zi ham shatda. Nima gaplar aka? To'y qachon? Kelinni topdingizmi, xudo xolasa? Ozgina qoldi. Xudo xolasa kelinni topsak, Vohidjon akam chiroyli to'ylarini o'tkazishga sizlarga mashkanalarni olib chiqamiz. Xudo xolasa Vohidjon akam ham tayyor. O'ynakiyo. O'ynakiyovni qo'yib beramiz. Kecha rosa o'ynabsiz. O'zi ham timmi? 10ga tushibsiz. Endi mana hurmatli aziz obunachilar, hozir chiroyli qilib uylarini ham sizlarga obzor chiqib ketaman. Kirganlarni mana o'zimizni Quvali akalarimiz, Xayrulxon akam, Yozaxon Sherali akam, Maqsad akam hammalari shu uyda qaranglar aka, go'zal bo'pti-yu. Aka bitta kelin kam. Kelin kam aka. Hamma yo'q tayyor, mana kelinni uyi ham tayyor, bitta kelin kam. Mana shu kelin uy bo'ladigan bo'ldimi, xudo xolasa? Tayyor mana. Gullar qo'yib qo'yishdi chiroyli. Zo'r mana. Idishda o'g'lar mana. Voh. Bastagam mana hozir yuzda qiladigan parrayni aylantiraman deb o'ylayapti mana aka. Ha. Chiroyli bo'pti mana. Magimalarni qilishib, zo'r qilishib. Parda ham jaluzi chiroyli bo'pti aka. Quvani eng oldin pardasi qilib bergan. Xolidaxon Life tomonidan yaratilibdi. Imij ham mana rang ham zo'r tushibdi lekin. Chiroyli tushibdi. Endi Chiroyli tushibdi mana. birinchi sizlar kelgansizlarda aka bu uyga oldingidan ko'ra necha foizga o'zgardi deb o'ylaysiz aka? Aka 100% o'zgargan. 100 Chunki juda ham katta mablag' sarf bo'lgan paytga, bilinmayapti-yu. Oldin, Ancha mehnat ham bo'lgan, sarf ham bo'lgan. Tepasini aytishyapti-ku, rosa Tepa bo'z. bo'z tortilgan, bo'z tortilgan. Kecha tepa gipsokarton qilib, bunaqalarni yopishtirdi chiroyli qilib. Ustalar narsa qiynalishdi-yu, olishgandan keyin. Ustalar oson bo'lmadi. 2 kun mana shu bo'zini yig'ishtirgani vaqt ketganda. Mana shunaqa. Hurmatli aziz obunachilar, hozir Malika xolam o'zi ham kelyapti. O'zini ham bir YouTube'ga suhbatga tortamiz. YouTube'ga hali shu Instagram orqali chiqaryapmiz, lekin YouTube'ga o'zidan suhbatga kelmay qo'ydi. Xudo xolasa mana kelib bo'lsa, hozir bu kelin uyi va kuyovni ko'rlaylik, Malika xolam ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana qarang, eshitchi. Eshitilarchi. O mashinani ko'rsam Ha. ana qarang, hamma yarashgan. Boshlaryapmi? Mendaqa chiroyli emas ekan, baribir. Siz yaxshi, chiroyli, siz yomon bastak. Sizni shu jo'raganingiz yomon xolos. Men jo'rayman. To'xtatmaymi? Yo'q. Men nima deb jo'rayman sizga? Qo'shingmi? Menga bola. Xullas Malika xolamizni yoniga kelganmiz. Mana bugun Malika xolam kompotlar bilan bizni mehmon qilishyapti. Mana bu qachon qo'ying? Mana shu samarali O'ynak yo'l deganingiz uchun uyingiz to'yxona bo'lib ketdi-da. Aka shuni Mana shu ukamiz tushunadi, yaxshilaydi, bosib, qizartirib, haddeshkada o'tirasizlar. Xudo xolasa qiz topsak to'y. Qanaqa bo'lib ketdi-da, 15-20 millionda. O'shuning uchun bu xolaga kimdir pul tejashni o'rgatish ham kerak ekanini bildim-da. O'shuning uchun men o'zini manfaatini o'ylab, pulingizni aqabaga sarflayman. Chunki hozir shunaqa odamlar bor. Kerak Mana. bularni. Malika xola, hali kuni ayronni ichdingizmi? Juda mazza bo'ldi-da. Bugun olib kelaman deb esimdan chiqib qolibdi. Keyin safar albatta olib kelaman Aytyapman, sizga. meni o'ylamaysizlar. Vaqt nima? Sherali aka. Yomon gap bo'ldi hozir. Sizga bu udar bo'ldi. To'g'ri udar bo'ldi o'zi ham. Voy, kimligini bilib olay. 89-87 ekan. Ayrondan bir fikr berib qo'ying endi ichib Malika xolam bir nima derkin deyishyapti. Juda yaxshi-da, shu ayronni kutib o'tiraverdim, olib kelmasizlar. Ana. Endi bu bolaga siz ham kompotingizdan bermang endi. Yani Malika xolam Yo'llaveradi. ayron yo'q ekan, kompot ichamiz deyapti. Ertaga xudo xolasa olib kelaman sizga. Kompotizdan olib keling aka. Ha, Ayrondan yo, olib keling, sharbatlardan. sharbatlardan ham. Anaqani ichib ko'ringlar. Xudo xolasa Malika xolamni Yozaxonga ham olib boramiz. Yozaxonda milliy retro ayronga. Qani olgan ekan? rahmat. Siz ham bir ayronni ko'rdingiz o'tgan safar. Bismillah, qani. Qani? Juda Atir sepmasdan kompot sepsa odam qolaverar ekan. Ha. Masaga
Artistlarga endi kapot qo'yamiz. Bismillah. Mastagan ayronni Ha, tashkent. mastagan ayron Ayron topishgan. tatiganman, juda ham mazza ayroni. Qarshi Jaloliddin Haqiqatda Ahmadaliyev. Yozyovondagi retro ayron markazi Shakarlar asosan. nafaqat Yozyovonda, butun Farg'onada bitta deb o'ylayman. Chunki men hamma joyda ayronlarni ichib yurgan odamman. Bu maqtanish emas, lekin agar gapimga ishonmaydigan odamlar bo'lsa, Yozyovonga borib, o'sha retro ayronini topib ichishlarini tavsiya qilaman. Agar yoqmasa, bitta telefon qilasizlar, men nomerimni topib telefon qilsalar, yoqmadi desalaring, o'sha ichgan ayronlaringni 50 barobar pulini men to'layman. Gapimga javob beraman. Hazmali hojat. Mastagan Yoqmadi deysa, yoqmasa 50 barobar to'layman. Atela ham yoqmadi masa. Pul qilish bormas yana. Endi vijdonlari Zo'r bo'lsa ham, to'xta yana pul qilib diviziyana qilamiz turib, yo'qmadi deb ketmas aka. Aka sizlar mazasini ko'rdingiz lekin. Aka, o'ta gap yo'q aka, zo'r, cho'tka aka. Uni filialni Quvaga ham ochish kerak Xudo aka. xolasa ochamiz aka. Ishqiboz Quvada ko'rib, biz iltimos qilamiz. qilib ochamiz. Quva tumaniga ham ochishlarini talab qilamiz va iltimos ham qilamiz. Albatta. Faqat iltimos, faqat Yozyovon xalqi maza qilmasin-da. Ha. Quva xalqi ham maza To'ppa qilsin, shu aynan retro ayronini ichib. Bo'ldi. Malika xolam ham xudo xolasa milliy retroga olib boramiz, ha? Borasizmi? Ha, o'zi retro bo'lib ketdim. Xolam uchun tilak bosib qo'yasizlar. Joninglar sog' bo'lsin. Malika xola. Malika xola. Voy ha. Voy ha. Nima? Kompotingiz bilan yo'qdi. O'zingiz yopganmisiz? Qayerga bekkansiz? Ashfat valda Bitta ko'rsatingchi qani badavara. Shunga biz ham juda ham qiziqib qoldik. Malika xolamni hozir Sheralaka uyga kelganmiz. Malika xolam padvarini ko'rsataman deyapti. O'zim kompot yopganman deyapti. Qaysi tomon yuraylik? Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Malika xolam shuncha nimaga qaramasdan juda ham mehnatkash ayol ekanlar. Bu padvalam O qayki? Svet bormi? o ana. Aka retro bo'ldi, bu haqiqiy. Ey. Hammasini o'zingiz yopganmisiz, Malika xola? Gap yo'q. Gap so'z yo'q. Yozda tekshtiraman ya. Malika xola, yosh kelinlar ko'p narsaga erinadi hozirgi paytda. Shularga bir nima maslahat berasiz? Hozir yosh kelinlarga. Yosh kelin ekan, erinchoqlarga. Yosh kelinlarini erinmanglar. Qishda maza qilib o'zlaringni qo'llaringdan ichasizlar. O'zlaringniki bo'lsa, hamma yoqda olib bersa bekitib boraveringlar. Ana qiyomlar, hamma yo'q bor. Bitta retseptini aytib bering, nima ketadi bunga? Malika xola o'zingiz bir tushuntirib bering. Qancha shakar qo'shsin, qanaqa qilgansiz? Menda kamida 30 litrli nimaga suvni quyaman. Hop. Shu bilan kamida 4 kilo shakar solaman. Hı. Olma bilan gilos tashab qo'yaman, qaynaveradi. Hı. Rosa 2 marta qaynataman uzog'i. Hı. Shu bilan quyilaveradi. Bo'ldi. Shu bilan Hech qanaqa cho'mich solib bankaga sol. Quv, unaqalarga yuramiz qilib ketadi. Ha, unaqa qilmaysiz. Haqiqiy retrochi ekanda, oddiy. Ana ikkala Solib maza jaydaricha. Ama zo'r. Men Retsept ani nima emasman. Olibda emassiz. Olib demadim. Bu kompotlarni ham ko'ryapsizlar, rosa tiniq. Ana yuvasizlar shu narsalarni. Voy, bu meydimi grant bo'lsa bor. Yomon achchig'imga tiyapsizlar. Bo'yim yetsa ekan shapatni qo'yib yubordim. maslaga albatta Ham hazil bor. kelsin. Hamma yo'qda yo'q qilinadi-ya. Bir marta uni ham katishgan. Endi yuvaman deb tursam, to'g'rab turib ham yuvaveradi axir odam. Ha. O'sha endi ta'sir qilib qo'ygan bu odam. Ay. Bir yilga o'rgab. Ha, maslaga yaxshi. Lekin oson emas. Malika xolam shunchalik sharoitda hamma yo'qni imkon qadar o'zlariga komfort qilishga harakat qilganlar va hozirda ham mana kelganimizda ham yo'q edilar uyda. Bir joyda turmas ekanlar. Baribir harakat. Viziyoniya. Sahrlari bo'lishiga qaramasdan intilib oldinga qarab maqsad bilan Ayog'imga intilyapti. topib keldim-da, chiroqligini berishdi. Qulluq bo'lsin. Qutlug' bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Qulluq. Albatta. Voy, hammasi kelib ko'rish bo'l. Video olmanglar. Yo'q, rasmni ham olmanglar. Voy, nimaga jon xola bir marta rasmni. Yo'q, ana bloger bolasi ekan deb videoda Maqson akami? keyin xotinini sinasi ekan. Mana men buni beraman. Xola, u meni pochcham unaqa nima qilmaydi. Rasmga tushavering dedi. Mayli.
Asosiysi bir narsalik bo'lib qolibsiz malika xola. Ay, men ko'chada yursam qurolman. Berishoradi hamma yo'q. Zo'r. Qutlug' bo'lsin, zo'r bo'libdi malika xola. Uyda ko'rlayman. Charchamang, iloyim Malika xolani podдержка qilib qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Albatta. Xudo xolasa yangiliklarimiz juda ham ko'p. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.